Assalomu alaykum aka-ukalar, kanalimiz a'zolari. Yangi garelka zakaz qilganmiz. Shuning uchun 90 gradusda bukishni qanday qilib ko'rsatamiz. Buning uchun 45 gradus holatda bo'ladi. Barit qilib bo'lmaydi bu holatda, neudobni. Mana bu holatga olib kelib 90 gradus qilib chiroyli qilib bukib olamiz. Mana holatlarni ko'rib turasizlar, qanday qilib bukib. Bizga kerakli narsalar obyazatorni suv ovolaslar yo'llaganga suvsiz bo'lmaydi. Bu misligini hisobiga bittasi yerib ketib qoladi. Alda-balda qizdirib bukib olinadi. Mana holatlarda alda-balda qizdirib olamiz. Ko'p qizdirib olmaymiz. Misligini hisobiga bittasi yerib ketadi. Garelkamiz 1200 gradus yonadi, shuni hisobiga eplolmaydi. Mana shunday sovutib ko'ramiz. Sekin aldab ko'ramiz. Pastga olib oldik holatiga. Garelkamizni sinab ko'ramiz. Endi mana bukib oldik chiroyli qilib 90 gradusga. Qani ishlashlari qanaqa ekan? Bismillah. Mana aka-ukalar yonish holatlari o'ta chiroyli, idealni. Aka-ukalar bitta varis ko'ramiz endi qanaqa yonar ekan. Aka-ukalar mana varis ko'rdik, ishlashlari va cho'tki yonishlari idealni.